Evvela şunu ta'kidlab o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qatar davlatiga tashrifi va u yerda bo'lib o'tayotgan ijtimoiy rivojlanish bo'yicha ikkinchi jahon sammitida ishtiroki yurtimiz uchun katta siyosiy va amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. Bu tashrif nafaqat mamlakatimiz nufuzini yanada mustahkamladi, balki O'zbekistonning global ijtimoiy rivojlanish jarayonlaridagi faol ishtirokini namoyon etdi. Sammitning asosiy mavzusi inson qadrini yuksaltirish, ijtimoiy adolat va barqaror taraqqiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishdir. Bu yo'nalishlar O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar bilan to'liq hamohang. Prezidentimiz tashabbusi bilan inson qadri uchun tamoyili asosida amalga oshirilayotgan keng qamrovli dasturlar aholi farovonligini oshirish, bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish yo'lidagi islohotlar sammit maqsadlariga mos ekanini xalqaro hamjamiyat yuqori baholamoqda. Shu jihatdan mamlakatimiz delegatsiyasining sammitdagi ishtiroki juda faol va mazmunli bo'ldi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida ijtimoiy iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirish, inson kapitalini rivojlantirish, yoshlar va xotin-qizlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar haqida atroflicha to'xtalib o'tdilar. Ushbu yo'nalishlardagi tajribamiz ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qiziqish bilan kuzatilmoqda. Eng muhimi, sammit yakunida qabul qilinishi kutilayotgan Doha deklaratsiyasida O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarning taklifi va tashabbuslari inobatga olingani ham jahon miqyosidagi ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv taraqqiyotni ta'minlashda yangi sahifa ochish kutilyapti. Xulosa qilib aytganda, ushbu sammit O'zbekiston uchun xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, milliy strategiyalarimizni jahon standartlariga moslashtirish va inson manfaatlariga qaratilgan siyosatimizni yanada chuqurlashtirish imkoniyatini beradi. Shu boisdan biz mamlakatimiz ishtirokini yuqori darajada ijobiy baholaymiz va bu tashrif O'zbekistonning global maydondagi nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi deb ishonamiz.